dehqonchilikda meni umuman tajribam yo'q. Agar tajribasi borlar bo'lsa, mana shu kommentariyalarda yozib qolinglar, tavsiyalaringni beringlar. Agar pomidor ko'chatiga mana bunaqangi kaltaklar tirasangiz, ancha qiyin bo'lar ekan. Assalomu alaykum. My Hobby kanali kuzatuvchilari. Xo'p, yangi vlogga yana xush kelibsizlar. Xudo xolasa, mana shu kanalimizni yana jonlantiraman. Bilasizlar, My Hobby degani bu mening qiziqishlarim degani. Demak, meni qiziqishlarim chorvada, keyin yaqinda mana yangilik sifatida dehqonchilikni qo'shdim. Umrimda birinchi marta men dehqonchilik qilyapman. Oldinlar sira dehqonchilik qilmaganman. Bilasizlar, chorvachilik bilan shug'ullanganman. Hozirgi kunda chorvachilikdan ancha tashlab qo'ydim, lekin yana boshlayapman, xudo xolasa. Nimadan boshlagan? Kichkina hayvonchalardan boshlaganman hozir. Ular xudo xolasa ko'rsatib o'taman. Qaranglar, hozir dehqonchilikni boshlaganman. Mana shu bog'larda pomidor, kartoshkalar ekkanman. Endi bu vlog qanaqa bo'ladi desalaring, ya'ni har doim meni nima ish qilayotgan bo'lsam, ya'ni dehqonchilikda qanaqa, chorvachilikda qilayotgan ishlarimni ko'rsatib boraman. Yoqsa kuzatib borasizlar, yoqmasa dizlayklarni bosib kanaldan chiqib ketaverasizlar. Xo'p, endi mana ijtimoiy tarmoqlarda agar kuzatadigan bo'lsangiz, mana ayniqsa Instagram ijtimoiy tarmoqlarida ular o'zini baxtli hayoti, prestij hayotlari, qimmatbaho mashinalar, qimmat restoranlar, qimmat kiyimlar, qimmat brendlarni yoki reklama qilishadi va o'zini bir chet ellarda sayohatlarni ham ko'rsatishadi. Xo'p, albatta ular uni ortidagi qiyinchiliklarni ko'rsatishmaydi. Ya'ni mana shu darajaga yetish uchun qanchalar ular qiynalgan, qanchalar ter to'kkan, qanchalar asablar ketgan, uni ko'rsatishmaydi. Endi meni maqsadim hamma jarayonni ko'rsatish. To'g'ri, aylanish ham bo'lar, qanaqadir bir sayohatlar ham bo'lar, xudo xolasa. Lekin uni ortidagi qiyinchilik, ya'ni u oson bilan erishib bo'lmaydi. Bir ko'rsatmoqchiman. Hani har qanday dehqon bo'ladimi, chorvachilik bilan shug'ullanadimi, biznes bilan shug'ullanadimi, hammasida o'ziga yarasha qattiq qiyinchiliklar bor. Endi mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi biz ko'rayotgan bir faqat ular plyus tomonlarini ko'rsatadi yoki ayrimlarida o'ziniki bo'lmaydi, ya'ni arendaga olgan bo'ladi, birorta o'sha qimmat joyda ham arendaga olib ko'rsatish mumkin yoki qimmat mashinalarni ham arendaga olib ko'rsatish mumkin. Ya'ni odamlarni xayf qilish uchun, ya'ni o'sha odamlarga o'zini ko'rsatish uchun mana shunaqa qiladiganlar ham bor ekan ijtimoiy tarmoqlar ichida. Endi biz uni ortini ko'rmaymizda, faqat uni biz hozirgi holat, mana shu videodagi holatini ko'rib, nimaga bizda yo'q degan tushuncha paydo bo'lib qolar ekan. Natijada odamlar u bilan o'zini solishtiradi. Solishtirish natijasida odamlar nimaga menda yo'q degan haligi g'ayirlik paydo bo'lib, o'zini siqib, o'zini qiynalib, nimaga endi men bu hayotda yashamasligim kerak, bu ham odam, men ham odam degan tushunchalar paydo bo'lib qolar ekan. Akalar, ukalar, agar do'stlar, bu o'sha ko'rsatayotgan prestij hayot ortida qancha qiyinchilik borligini ko'rsatmaganligi uchun bizga faqat erishilgan yutug'i ko'rinadi xolos. Shuning uchun men mana shu YouTube My Hobby kanali orqali YouTube'da o'sha qiyinchiliklarni ham, uni orqasidagi terlar, to'kilgan asablar, ketgan vaqtlarni ham bir ko'rsatib beraman. Xudo xolasa, mana dehqonchiliklarimizni ham boshlaganmiz, chorvachiliklarni ham boshlaganmiz. Undan keyingi yutuqlar, uni daromadi va hokazo. Ya'ni endi mana o'zimiz bilamizki, chorvachilik qilsak ham, dehqonchilik qilsak ham, nima ish qilsak ham, qaysidir etapda biz ziyon qilamiz, qaysidir etapda nima daromad qilamiz, pul topamiz. Hamma bizni pul topganimizni ko'radi xolos. Ya'ni hamma bizni yutuqlarimizni ko'radi xolos. Uni ortidagi o'sha aytganimdek qiyinchiliklar, qancha zararlar ketgani. Masalan, chorvachilik qilasiz, kasal bo'lib qolsa molingizni yoki qo'yingizni ziyoniga sotgan kuningiz ham bo'ladi. Yoki o'lib qo'y boqsangiz, ko'proq o'lib qolishi bor, uni ziyonini ko'rsatmaysiz. Faqat hamma bizni yutug'imizni ko'radi xolos. Shuning uchun uni ortidagi mehnatni ko'rmasdan hasad qilib qo'yamiz. Biz insonmiz. Shuning uchun mana men boricha hamma narsani boricha ko'rsatmoqchiman. Shuning uchun agar yangi obunachilar bo'lsa, yangi kuzatuvchilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Eski obunachilarga yana layklarni bosib qo'llab-quvvatlashini so'rab qolaman.
vlogga xush kelibsiz. Xudo xolasa doimiy aktiv bo'lamiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turinglar. Barchamizni qilayotgan ishlarimizga Alloh baraka bersin. Bo'lsa boshladikmi? Hop, qaranglar, mana bu yerga men 5 sotix maydonga pomidor ko'chatlari ekdim. Pomidorlarni mana tukkan pomidorlarni mana chiroyli bo'lib, mana qalay, zo'rmi? To'g'risini aytsam, umrimda birinchi marta dehqonchilik qilishim, tajribalarni mana bu yerdagi bitta dehqon amakidan va dadamdan so'rab olib turibman. Endi hozir mana bu yerda pomidorni ko'rayotgan bo'lsalaring, mana pomidorlar o'sib, baqa yonboshlab qoldi. Bizda shamol kun botar tomondan keladi. Shuning uchun shamol baqirab nima qilgan, qiyshaytirgan va natijada mana suv oqayotgan joyga bu pomidorlar tegib qolib, mana pomidorlar tez chirib qolar ekan. Shuning uchun buni mana bunaqangi shox qo'yib, orqaga mana bunaqangi tortib baylab chiqishim kerak. Mana shoxlar qo'yganman. Xo'p, endi qaranglar. Mana bunaqangi kaltak tirasa ham bo'ladimi desak, mana ana dehqon amakimiz mana bunda hammasiga mana bunaqangi kaltak tirab chiqqan pomidorga. Xo'p, endi u qilmadim. Chunki o'zi ham maslahat berishdiki, bunday shox qo'ysang yaxshiroq deyishdi. Nimagasi? Ya'ni pomidorni uni kaltak tiraganda tagiga juda ko'p kelar ekan, ya'ni ko'p qaralar ekan. Sabab mana bo'yi kichkina bir qarch bo'lgandan baylanar ekan. Yana o'sib ketaveradi. O'sib ketgan sari kelib baylash kerak ekan, bo'lmasa qiyshayib ketar ekan. Ya'ni bizda shamol kuchli bo'lganligi uchun. Endi bu shox qo'yganda bo'lsa, qaytadan tovib kelinadi. Lekin buni bitta shuni tashab qo'yasiz ekan. Bitta baylab qo'yishingiz ham mumkin. Biz agar shamol bo'lmaydigan hududlarda bo'lsa, umuman baylashni ham keragi yo'q ekan. Biz hozir baylamasak bo'lmaydi. Mana bu yerdan ushlab, mana shoxni qaysidir qismiga baylab qo'yishimiz kerak. Shamol bag'dan kelganligi uchun shamolni yana orqaga qaytarib olish mumkin. Agar shamol bo'lmagan hududlarda bo'lsa, umuman baylashni ham keragi yo'q. Shuni shox tashlab qo'yaradi. Endi nariga nimada kaltak, mana bunaqa kaltak tiralganda bo'lsa, mana bu tagidagi mana bunaqa mayda barglarni ham yulib olib chiqish kerak ekan. Ya'ni bu shox qilganingizda bir marta mana shu tashlab baylab qo'ysangiz bo'ldi. Bunaqangi kaltak qilganingizda bo'lsa, kamida 3 marta, 4 marta tagiga kelib baylash kerak ekan. Xo'p, endi hozir mana shu shoxlarni tashlab qo'ygan, mana baqara. Do'yitlarga hali tashlaganim yo'g'icha, qaranglar. Mana ariqda oqayotgan joyda suvlarga tegib qo'ygan. Shunaqa. Hozir mana shu shoxlarni olib kelib, pomidorga qo'yish jarayonlarini ko'rsataman. Ketgan mehnatga like arsa bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa, pomidorlarni pishish jarayonlarini, uni qanaqangi o'g'itlar qilganimizni hammasini aytib o'taman. Endi mana bu yerga esa kartoshka ekkanman. Mana kartoshkaga suv quyib qo'ydim. Xo'p, endi kartoshkani mehnati oz ekan, pomidorga nisbatan. Mana kartoshkalar zo'r do'sti. Betam bunga ham 5 sotix ekkanman. Endi shox olib kelgani ketdik. Videoni shu yerda tezlataman. Baklab bosib qo'yinglar. Aytib o'tganimdek, pomidorlar tagiga mana bu tutlardan kesib, bog'lam qilib qo'yaman. Mana shu tutlar kesganga mana bu yerlarni kesib ketdim. Endi mana bu tutlarni kesib tashlaymiz, xudo xolasa. Mashdan mana shu tut qatorda. Xo'p, menga kuch-quvvat tilab turinglar. Boshladik. Videoni tezlashtiraman bag'iga. Xudo xolasa.
bitta o'ziga yarasha gashti bor. Mana bunaqangi tutlar. Dur. Bu qora tutmas ekan, ajoyib bir o'zi rangi mana shunaqa ekan. Rangi qora emas. Haligi fioletoviy tut ekan. Qaranglar. Fioletoviy. Zo'r. Kelarasizlar tut yegani. Qorin sal to'qlab olgandan keyin yana ishni boshlaymiz xudo xohlasa. O'zimizni o'zbekskiy daskallar. Sopi uzun, mana bu yerda kalta. Bunda o'zimniki mana shu. Haligida videoda ko'rlaymi, oxirida bitta amaki keldi. Va menga mana bu daskallarni tutqizib ketdi. Bu daskallar Xitoy daskallar ekan. Og'ir, mana bu sopi kichkina bo'lgani bilan o'ta urishga qulay. Ishim o'shani tezlashib ketdi. O'shancha yetishadi-da. Ish hunaring bo'lsa asos, ishing bo'lar ozdi. O'zimizda mana bu o'zbekskiy daskallar. Xitoyliklardek ekan. Xitoyliklar qaranglar, nimalarni o'ylab topmaydi. Aka nima dedingiz? Ashi zo'r ekan. O ketganingiz zaman bitta ko'chatda edi, mana ikki chop tashladim. O'zimizda o'zbekskiy daskallar, yengil, sop uzun, abisi kalta. Buni qaranglar, sop kalta, lekin mana bu og'ir. Zo'r ekan. Daskallar olsanglar mana shu daskallarni olinglar. Xitoy daskallar dedingizmi?
oldik. Mana. Endi bularni barini shamol baqa qayerib bormasligi uchun, ya'ni yerga mana bu ariqqa tushirib, namga tekkizib, pomidorlarimizni chiritib qo'ymasligi uchun mana bu pomidorlarni buni ustiga tortib, bitta shoxini baylab qo'yamiz. Baylab chiqdim. Juda qattiq energiya talab qiluvchi ish emas ekan u. Vaqt oladigan, vaqt olar ekan. Xo'p, endi yana qanaqa usullari bor? Qulay bunaqa buni yerga deb qolmasligi uchun kommentariyada yozib qoldiringlar. Kanalimga obuna bo'linglar. Xudo xolasa mana bodom bog'laridan xudo xolasa qiziq voqealar videolar bo'ladi xudo xolasa. Kanalda yana aytaman, hayotimda qanaqangi bir qiziqarli yoki bir mana mehnatga doir voqealar bo'lsa yoritib boraman, chunki o'sha aytib o'tganimdek Instagramda yoki boshqa mana bu ijtimoiy tarmoqlarda
faqat o'zini baxtli onlarini ko'rsatadi, lekin o'sha baxtli onlarni, ya'ni qimmat restoranlar, qimmat mashinalar, sayohatlar, qimmat kiyimlar, xullas hammasida bu tagida ancha mehnat yotadi. Biz asosan faqat mana shu erishilgan nuqtani ko'ramiz xolosda, ichimizda bir hasad ham uyg'onib qolar ekan. Bu statistika, ya'ni ilmiy isbotlangan narsa. Keyin bizda nima yo'q, nimaga menda yo'q deb o'zimizda ichimizda yeb yurar ekanmiz. Aslida ortida mana bunaqa qiyinchiliklar bor. Masalan, mana shu pomidorni ham men ekib sotib puliga nimadir olsam, tagidagi mehnatni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni hammasi real bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lib qo'yinglar.